Qadrdonlar, assalomu alaykum. Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasidan sizlarga tayyor kottej uylarimizni ko'rsatib o'tiraman. Xo'p, ikkita dona qolgan. Tarsovodagi xonadonimiz umumiy 1 sotixga tushgan, 6 ta xonasi bor, o'zini alohida yer to'lasi bor, alohida oshxonalari bilan. Asosiy kirish eshigimiz, shu eshigimiz orqali kirishimiz bilan navesimiz borda, qaranglar, chiroyligina navesimiz ostiga bemalol bitta mashinalarni qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tashqarida ham mashina qo'yishiga alohida sharoitlar qilib qo'yishgan. Umumiy xonamiz to'pli-por orqali istaydi. Narxini sizlar uchun oldindan aytib o'tib ketaman. 112 ming dollar. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Lokatsiya zo'r joyda joylashgan, metroga ham 500 metrda tashkil qilyapti. Yonimizda maktab, bog'cha, do'kon bo'lgan hamma narsa bor. Asosiy kirish eshigimiz borda, mehmonxonamizni teng katta yer to'la qilingan. O'zbeklarga baribir yer to'la kerak bo'ladi-yu. Bismillahirrohmanirrohim deb shu eshigimiz orqali kirishimiz bilan neoklassik usulda remontdan chiqarilgan xonadonimiz qaranglar. Birdan 10 gacha ham kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. O'ng qo'lda boshlaymiz. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz borda, kuxonli mebellar, tayyor gaz plita bilan xolodilniklar olib kelib qo'ysanglar bo'ldi. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Xuddi shunaqa agar kuxonli mebel qilaman desanglar ham ketadi. 1,5 ming, 1200 dollar pulinglar ketadi. Mehmonlar kutadigan zalimiz borda, bu joyimiz. Zalimizni tegi katta, shu tegi yerto'la qilingan. Har bitta xonamizda tashqari qaragan oynalari bor. Televizonalarni qaranglar, qanaqa chiqqan. Kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldirib ketasizlar. Keyingi xonamiz yana bitta birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan spanlimiz bor. Xonalarimiz qaranglar boshqacha bo'lib turibdi, lekin zinamizdagi oppoqqina sanuzel qilingan. Zinamiz orqali ikkinchi etajga ko'tarishimiz bilan uzun yo'limiz kutib oladi, xonama ketma-ketligi. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Birinchi spalnimiz borda bu joyimiz, xolasangiz deski qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tashqari qaragan qaranglar, ikkita katta oynalar ham qo'yib ketishgan ekan. Umumiy xonadonimiz to'pli-por orqali istaydi. Keyingi xonamiz borda bu joyimiz. Tashqari qaragan oynalarimiz bor. Aboylarni lekin skromnisdan qilib qo'yishgan ekan. Ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan mehmonlar kutadigan salimiz. Televizorlari bilan o'zini. Bitta xonamiz bor, keyingi xonamiz. Va ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий sanuzelimiz. Xonadonimiz agar kimga yoqqan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib biza bilan bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan. Narxi 112 ming dollar. Ozgina o'tib beradigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar.